Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Drongo obunachilari. O'tgan galgi videomizda aynan ana shu arqamda turgan Turist Kubali injektor motorli sport bayklarimizni obzorini qilgandik. Bu gal sizlarga yana bitta yangiligimiz bor. Xuddi shuni dizaynida, xuddi shuni korpusida haybatli 250 kubali mana shu sport bayklarimizni obzorini qilib beraman. Xudo xohlasa buni narxlari ham albatta sizni xursand qilishi aniq. Demak, boshladik. Muhammadjon aka, birinchi bo'lib Turist Kubali injektor motorli sport baykimizni aylanasiga videoga olib bersangiz, keyin mana bu 250 kubali sport baykimizni aylanasiga videoga olib bersangiz yaxshi bo'ladi. Sababi obunachilarimiz ham ikkovini farqini ko'rib bilib olishsa yaxshi bo'lardi. Deyarli farqi yo'q. Biz nimaga bunaqa deyapmiz? Tashqi ko'rinishi, dizayni deyarli ikkalasi bir xil, faqatgina kubaturasida va ABS sistemasida farqi bor xolos. Ya'ni, yana bitta farqi bu endi 400 kubaligimiz monomayatnikli. Mana yonboshdan siz bilishadi, monomayatnikli, bitta tarafli. 250 kubamiz mana bunaqa ko'rishingiz mumkin. Ikkita tarafida ham mana kengroqdan olsangiz, ikkala tarafida mayatnigi bor, stoykasi bor. Xullas, men nima demoqchiman, farqini ko'rdilaring, deyarli bir xil. 400 kubalik ham 250 kubalikni ham tashqi ko'rinishi juda ham chiroyli. 400 kubaliklar ahamiyat bergan bo'lsalaring ko'proq originalga o'xshaydi. 250 kubaliklar prostoyligi bilinib turadi, lekin bizda 250 kubalik ham 400 kubalikga o'xshagan originalga tortadigan tashqi ko'rinishga ega. Demak, buni birma-bir sekin obzor qilishni boshlaymiz. Ushbu sport baykimizni motor quvvati 250 kuba, maksimal tezligi 120-130 km/soatiga shahar ichi 4-5 litr rasxod qiladi. Bundan tashqari 6 ta skorosli. Shu joyida obunachilarimizga bitta qisqacha eslatma, ya'ni video darslik ko'rsatsam ham yaxshi bo'lardi. Bizning obunachilarimizga albatta manfaati bo'ladi. Ya'ni mototsiklni qanday o'tatish, qanday yurish, skoroslari qanday urishlarigacha ozgina eslatma qilib o'taman yoki bo'lmasam o'rgatish deb qabul qilsalaring ham bo'ladi. Xullas, birinchi ochritda yoqasiz, kalitini buraganingizda tablosini ko'rishingiz mumkin. Ozgina chang bo'lib qopti. Aybga buyurmaysizlar. Tablosida tezligingizni, benziningizni va suvingizni haroratini ko'rib turishingiz mumkin. Bundan tashqari sana, soatlarigacha mavjud. Graduslarini o'zingiz o'lchab to'g'rilab olasiz buni. Eng muhimi, mana bu yerda skorosti ham ko'rinib turadi, elektron tablo. Birinchi ochritda nima qilasiz? O'tatishdan oldin mana bu knopkasini pastga tushirasiz. Ozgina kutasiz. Sepleniyani bosib turib, neytralkada turganini ko'rsangiz ham imkon boricha esingizdan chiqarmang, sepleniyani bosib turib o'tatishga harakat qiling. Ko'pincha mototsikllar aldaydi. Neytralkada turganda ham birinchi skorosda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bu aynan Drongoni mototsikllari emas. Butun dunyoning mototsikllari shunaqa bo'ladi. Skorosda hamma mototsiklni qiynaydi, originallariniki ham hattoki. Bismillah, boshladik. Mana bu knopkani, shunchaki chaqmoq, pastdagi chaqmoq knopkasini tugmasini bosasiz. Mototsikl o'tadi. Endi sekin qo'yib yuborsangiz, o'zi yurmadimi? Demak, bu skorosda qolmagan, rostdan neytralkada turibdi. Bemalol qo'yib yuborib tursangiz bo'ladi. Agar buni qo'yib yuborib turganingizda ozgina siljiydigan bo'lsa, mototsikl demak skorosda qolib ketgan bo'ladi. Birda yoki ikkinchi uzatmada. Ovozini eshitdinglar? Ovozi kayf beradi, aniq. Albatta mikrofonda qanaqa yozildi bilmadim, lekin hayotda eshitsangiz sizga yoqishi aniq. Svetoforlarda to'xtab turganingizda atrofingizdagi mashinalar, atrofingizdagi qizlar sizga aniq qarashadi, qanaqa sport bayk ekan deb. Bundan tashqari bizdan olgan klientimiz ham xafa bo'lishmasin. Bunisini yopib qo'yaylik. Oldi qo'l tormozi jitkisli. Qulayliklari aytganimdek, ekrani monitorli, ana tablosi monitorli. Mana bu yerda USB porti bilan jihozlangan. Orqa tarafida bagajnigi bor. Hozir bunisi skochlangan. Shu sababli ochib ko'rsatmadik, lekin taraq, misol uchun dokumentlar bemalol solib yursangiz bo'ladi orqa tarafiga. Общий sig'imi 18 litrgacha bemalol sig'adi. Ya'ni общий baki to'lib full bo'lishi 18 litr bo'ladi. Bemalol to'ldirib, oxirgi marta qachon benzin quyganingizni ham esdan chiqarib olsangiz bo'ladi. Chunki uncha ko'p rasxod qilmaydi bu mototsikllar. Kalitini chiqishi
odamni qo'rqitib yuboradi. Shu joyda bir narsani aytib o'tish esimdan chiqibdi. Qulayliklariga qo'shib o'tib ketishim kerak. Masofadan boshqariluvchi pultlari ham mavjud. Siz kalit o'zida bo'lmasa ham o'tatib qo'ysangiz bo'ladi bu pultini. Buni qanaqa o'tatiladi? Yoki chaqmoq tugmasini 3-4 marta bosib o'ynatasiz, yoki bo'lmasa qulupdan ochish tugmasini 3-4 marta bosib o'ynatasiz. Uni qanaqa o'chiraman deydigan bo'lsangiz, qulupdan ochish tugmasini shunchaki bir marta bossangiz, o'zi mototsiklingiz o'chib qoladi. O'tab turgan bo'lsa, agar kaliti bo'lmasa. Endi bularning narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda ham sizga yoqadi. Atiga $2200. Bundan tashqari buni boshqacharoq dizayndagi sport bayklarimiz bor. Mana bu hozir obzorini qilgan mototsiklim bilan sport baykim bilan qulayliklari, ya'ni xarakteristikalari bir xil. Faqatgina tashqi ko'rinishi, rangi, dizayni boshqacha xolos. Va pultida ham ozgina o'zgarish bor. Yaqinroqdan olib ko'rsatsangiz bo'ladi. Shu fursatdan foydalanib, obunachilarimizga 400 kubali injektor motor, karburator motor, ABS sistemasiz sport bayklarimizni ham narxini eslatib o'tishimiz kerak. Ushbu sport bayklarimizni qizili va qorasi bor. Eng muhimi, bu sport bayklarimizning narxi ham juda ham qiziq. Undan oldin ozgina obzorini qilib o'tay. 400 kubali ABS sistemasi yo'q, karburator motor. Mana bu ikkita sport baykimizning narxi $2500 atiga. Va mana bu monomayatnikli 400 kubali injektor motor, ABS sistemaga ega sport baykimiz narxi $3500. Agar sizga ham ushbu sport bayklarimizdan qaysidir biri ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab cheklanmagan miqdorda va kelishilgan holda yetkazib beramiz. Sizni Drongoda kutib qolamiz. Hammaga rahmat.